Avazbek O'zbekistonga qochib ketdi. Baxtiyor u ham yaqin kunlarda O'zbekistonga ketadi. Bilet olingan. Koreya yangiliklari Instagram sahifasida ekranda ko'rib turganingizdek Avazbek O'zbek advokati deb Baxtiyorni nomerlarini, o'sha insonni daniyalarini qoldirgan. Orqasi toza bo'lmagan bu islomdagi tulkilar Instagramni chiroyli qilib tozalab qo'ydi. Mana ko'rsangiz bo'ladi. Короче, ehsonchi bloger haqida menga unga yaqin informatsiyalar yetib keldi. Bu informatsiyalar sizlarga aytib bersam, точно shokka tushasizlar. Internetga chiqarishim mumkin bo'lgan ma'lumotlarni alohida tema qilib kanalimga videorolik qilib joylab boraman. Internetga chiqarishim mumkin emas bo'lgan 4-5 ta ma'lumotlarim bor. Qancha pul bo'lganiga? 6,100,000 shunaqa yiqilgan. Hammasini boshqa berib kelganmiz. Men telefon qildim da'vatga. Aka, endi so'rashga haqqim bor-ku. Mana shu bola uchun yiqilgan u narsa. Aka, qancha yiqilgan, qanchasini shunday tashib unaqa qilgansizlar deb aytyapman. Men so'kib tashayapti. Boyagi xotin bilan gaplashgan-ku, nerishdi asabi buzildi, telefon gaplashgan-ku. Xuddi shunday men bilan gaplashgan. O'sha yerda korrupsiya kimdir bitta ayol bilan setoraga urishdi, bitta bola kirib kechaga zalda o'tirgan payt. Kecha bitta vrach bilan gaplashdim-da, bitta vrach menga telefon qo'yapti-da. Kanadamisan deyapti, yo desam, boyagi qiz bor-ku deyapti. O'sha vrach odamni endi aytyapti o'zi. Uni deyapti, osib o'ldirilmagan deyapti-da. Zapalni dodasini eshitishga tayyormisizlar? Xullas, bu voqea 1-2 yil oldin bo'lgan. Qozog'istonlik bir ayol Koreyada o'zini yigiti bilan yashab yurgan bir vaqtda yigit ayolni kiyinib yechinayotgan rasmlarini olib, ayolni shantaj qilishdi boshqa. Ayol nima qilishni bilmay yurganda dugonasi mana shu blogerni tavsiya qilib qoladi. Короче, men blogerga yozib ko'r, может senga yordam berib qolar dedi. U ham xo'p deydi, blogerga svязga chiqib temasini tushuntirib beradi. Bu bloger bo'lsa, "Cho'ta men siz aytganlaringizga ishonmayapman. Rasmni tashlaychi, agar rost bo'lsa men sizga yordam beraman" deydi. Ayol ham rasmni tashlab beradi. Qarasizlarki, shu kundan boshlab bloger bilan ayol o'rtasida отношения boshlanadi. Kuniga kechasi bilan telefon qilib olib, qanaqa kiyimda yotibsan, rasmga olib tasha, menday qilaylik, unday qilaylik. Xullas oldimga kel, ish topib beraman, birga yashaymiz, shunaqa gaplar bo'ladi. Sababi blogerda ayol O'zbekistonda bo'ladi. Qarasa, уже слишком bo'lib ketyapti. Даже aytyapti, "Naqli eshitilib turardi" deyapti. Nima eshitilib turardi desam, короче, men bilan gaplashayotganda, короче, 5 ga 1 urib yotardi deyapti. Qarasam, lishniy bo'lib ketdi. Uje keyin tushuntirdim. O'zi men senga problema bilan aloqaga chiqqan bo'lsam, sen вообще слишком qilyapsan. Deydi, shu bilan svязь buziladi. Короче, nima demoqchiman? Akamiz yo'g'ir terrorist bo'lib chiqdi. Xullas, akamizni 3 yil oldin 18+ temada gaplashgan голосовой tarqalib ketgan ekan. Eng qizig'i, bu bir ayol bilan shu 18+ temada gaplashgan. Bu ayol shu strellik qilib голосовойlarni yozib olgan, hattoki shantaj ham qilgan, голосовойlarni tarqatib yuboraman deb. Bu bloger akamiz pul bilan yopmoqchi ham bo'lgan u temani, eplolmagan короче. В любом случае, запись tarqalib ketgan. Короче, cho'zib o'tiribman, голосовойda eshitdilar. Nima bu ahvoli? Bu akamiz ko'rga telefonda gaplashib 5 ga 1 urib kayf qiladimi? Nima balo endi? Bu qiz hozir qaltirab yotibdi, nima emas, mendan ham kechirim so'rasin deb aytibdi. Nima deb kechirim so'rashim kerak? Nima deb so'rasin kechirim?
qizi masalasi bo'yicha o'sha nima bu ustida kechirim so'rayotgansiz. Bugun hammasini gaplashdik biz. Bu opa bilan ham gaplashdik. Bu opa kecha shu nima Istanbul Shopping opamizni prямой efirida gapirgan gaplar. Uning ichida haqiqatlari ham bor, haqiqat bo'lmaganlari ham bor. Men aytgan gapimni borib o'shalarni oldida tanam oldim. Haqiqatda mana bu gapni gapirganman, mana bu gapni gapirmaganman, yo mana bu gap manaqa bo'lgan deb bu odam bilan gaplashdik. Endi men sizni oldingizda hamma gapni gapirib bo'ldim. Opa, men agar mendan o'tgan bo'lsa o'sha ayoldan ham uzr so'rayman. Nimaga asoslari shunaqa degansiz? Nimaga tan oldingiz-ku boya? Nimani tan oldim? Qizim haqida-da. Onamgachi hech nima qilib bera olmadim. So'ra, qo'shnim bormi mana shu yerda? So'rachi, meni uyimga borsin. Insofi bo'lsa meni uyimga borsin. Katta uyda o'tiraman-da qani. Ayamchi, eski kalishki yuratda. Haliyam Xudoga soldim. Eski kalishki yuratda. Xudoga soldim sizni bor. Hozirgacha eski kalishki yuradi. Nima qilgan gunohlarimiz uchun sizga tavba qildim. Opa. Xudoga soldim sizni bor, Xudoga soldim. Ana sotilar ekan bu. Aslida menga keyin bildimda, shu holatida yotaga o'tgan paytimda bir haftalab ovqat yemay yotdimda. Keyin bunaqa qog'oz bor dedim-da erimga. Men bunaqa qog'oz tashlab berganman-da erimga ko'rsatsam, shuni boshida ko'rsatmaysanmi menga? O'shani politsiya men uni bilmayman, birinchi Sherzodni urgani ketyapti turganimda. Birinchi politsiyaga telefon qildim, buni pasolga qildim. Pasolga qilib turib janjal qildim. Ana avaz dedim, har xil videolarda qo'ymasin dedim, asabimga tegib ketyapti dedim. O'zi sizlar chiqarib bersalaring davlatdan dedim. Koreyada o'zini osgan qiz haqida meni ham fikrim, bu meni fikrim, hech kim meni fikrimni obsujdat qilishga haqqi yo'q. Men nafasim yetmayapti, yuragim ushab, kechasi bilan hali uyga yetib borganim yo'q. Eshitib o'sha tamom bo'ldim. Qanday qilib obsujdat qilishga haqqinglar bor? O'ldi. Alloh joyini jannat qilsin. O'zini osgan qiz falonpiston. Sizlar qatdan bilasizlar nima bo'lganini? Uni hayotida yashab ko'rmadinglar. U iflos ana shu erkak moralni jinni qilib shu o'zini osishga majbur qilgan. Moralni jinni qilib shu o'zini osishga majbur qilgan. O'zidan o'zi unaqa bo'lmaydi. Shu erkakni orqasidan jinoiy javobgarlik ochilsin. Nima yordam keraksa men yordam beraman. Undan tashqari 10 ta ukalarim mashta tayyor yozib berishga. Shu ahvolda uni sigaret chekadi, ichadi. Nima qilgan bo'lsa ham seni orqangdan haromxo'r, seni orqangdan shunaqa bo'lgan. Seni orqangdan haromxo'r, seni orqangdan shunaqa bo'lgan. Bir ayolni bir manta chiqib tilim aylanmayapti. Nima qilasan bir guldek umrini xazon qilib 26 yosh qizni 10 ta mashta o'tirgan ukam aytdi, opa toping, qamalsak qamaylaylik, shu bolani urib ko'kartiraylik deb. Menga ochko-pachkoying kerak emas hech qaysini. Menga gul puling, sher pering hech nimang kerak emas. Pul muling ham kerak emas. Men shu bolani jinoiy javobgarlikka ochishga nima yordam keraksa men yordam beraman. Xohlasa advokat, xohlasa o'zim boraman. Men shuni oxirigacha yetishga qamalsin shu bola. Kimga nima yordam keraksa beramiz. Qamalsin. Shu bugun men 10 marta tilimni tegi dorimni sepdim, ishonasizmi? Diqqat. Assalomu alaykum. Toshkentdan gapiramiz. Yurtimizda soat millari 14:00 va sokin mayin yomg'ir yog'moqda. Mavzucha hammamiz hozir kunda ko'rib turgan Koreyadan kelgan Nozimaning o'limi haqida ozgina qisqacha o'zim tushuncham berib ketmoqchi edim. Men bu vaziyatni bir ozgina vaqt kuzatdim, keyin vaqtim bo'lmadi, ishim ko'p ketganimdan.
va yaqin o'rtada mana 2-3 kun ichida tepadan pastgacha bo'lgan hamma ma'lumotlarni, videolarni ko'rib, qarab keldimda, o'zim tushunchamni aytmoqchiman. Bu yerda nima bo'lyapti? Bu yerda bu qiz hech qanaqasi osilmagan. Bu yerda o'sha Javohir aytganidek qizni o'ldirishgan. Bularga fakt sifatida keltirib beradigan joyim bo'lsa, mutaxassis sifatida aytishim mumkin. Birinchi o'rinda qizni bo'g'ilganligi, ya'ni osganligi to'g'risidagi keltirilgan faktlar. Aham deb qarasanglar, bo'g'ilgan aql chizig'i bittasi bundoq tushgan, ikkinchisi bundoq tushgan, ya'ni bundoq ko'tarib tushgan. Bu yerda aniq matnda biz ham ko'rishimiz mumkin. Bu yerda Nozimani nima bilandir jism bilan o'g'irlayotgan vaqtida qarshilik ko'rsatgan vaqtida o'sha tilsim osilgan narsa o'z joyini yo'qotganda ko'tarilgan vaqtida, ya'ni tepadagi erkak kishi buni o'qigan, 100% bo'lgan odam erkak kishi bo'lgan. Boshqatdan yana tortgan vaqtida bu jism o'zini yo'nalishini o'zgartirib tepaga chiqib qo'ygan va ikkinchi chiziqni paydo qilib qo'ygan. Bu birinchi fakt. Ikkinchi fakt esa bu yerda ahamga qaragan bo'lsanglar, yuzida, qo'llarida mayda-mayda chaniqchalar. Bu savol, chaniqchalar qayerdan kelgan degan savolga men bu rasmni yaqinlashtirib, yaqindan ko'rib qaradim, zoom qilib. Bu yerda aniq tiniq tirnoq izlari. Глубокий, не расширенный, ya'ni chuqur va kengaymagan barmoq izlari. Bu barmoq izlari 100% ayol kishiga tegishli. Bu yerda bir narsani tushunish mumkinki, liba Nozima biron bir joyda ayol kishilar urushib kelib, yulishib kelib, uyda o'ldirilgan. Yeni bo'lmasa, uyini o'zida agar haqiqatan o'ldirilgan bo'lsa, uyini o'zida ayol kishi bilan urushib, yonida erkak kishi bo'lgan va o'sha erkak kishi tomonidan bo'g'ib o'ldirilgan. Bu narsalarni bu явный fakt. Buni yashirish kerak emas, yashirish to'g'ri ham kelmaydi. Mana shu narsa bo'lyapti. Va yana bu yerda bir narsani uyg'unlik keltirib ketmoqchiman. Chuqur ma'noda Javohir aytdi, uyushgan guruh dedi. Bu gapiga men 100% qo'shilaman. Bu haqiqatan ham uyushgan guruh bo'lishi mumkin. Tak. Yana nima? 2010-yillardan beri bizning o'zbek biznesmenlarimiz, aka-uka opalarimiz ko'p vaqtlardan beri Rossiya federatsiyasida, Qozog'istonlarda har xil klublar ochib, kafelar ochib qizlanishadi. Bizdan o'zga xizmatga boradi, chiroyli kiyinib, takoy kredani aldab, suldab, barga ishlashadi. Pul, ya'ni barni hisobini to'ldirish maqsadida. Kelgan erkaklarni ko'nglini oladi, xushlaydi va barga ishlaydi asosan. Barni ovqat ko'p zakaz qiladi, ko'p yeb ishtirishadi va pul qimmat tashib ketishadi, katta pul tashib ketishadi. Rossiyada ham hozirda shunaqa asosan. Va Koreyada sal boshqaroq tema. Koreyada klubdan ko'ra o'tda asosiy biznes koreyskiy karaoke. Ya'ni biz O'zbekistonda ham Toshkentda ham hozir ochilgan, ikkita joylarda shunaqa Koreya karaokelari. Bu yerda qanaqa narsa? Biznes sal boshqa yoziladi. Karaokega 4-5 ta odam dam olgani kelsa, ularning oldiga 10-15 ta qiz chiqadi, takoy kiyimlarda, qichiq kiyimlarda. Va siz tanlab olasiz. San. Tanlab olgan qizingiz sizni oldingizda o'tirib, sizlar birga yeb, ichib, ko'nglingizni xushlab, bittalik qilib, o'ynab, kulib, qo'shiq aytib, sizni kuldirib, hatto shunaqa ko'p ovqat yedirib, ko'p zakaz qildirib, oxirida esa 18+ o'sha karaokening o'zining ichida o'zlariga tegishli bo'lgan spalni xonalari bor. Va o'sha joyga kirib ketishib, ko'ngil xushlik qilishib, odamlarning ko'nglini olib, taqab ketishadi. Va bu holatlarda zavedeniya bilan, rahbar bilan ishchilar o'rtasida do'gur tuziladi. Qanaqa do'gur? 50-50 do'gur, libo 70-30, 75-25 degandek do'gurlar tuziladi. Men, как сказать, tushunishim bo'yicha mana shunaqa ishlar bo'lib ketgan, keyinchalik qarshilik bo'lgan, keyin Sambanga borga bo'lgan, keyin o'tda o'sha Sherzod ismli yigit, uni yigiti, ya'ni eriman deydi, u yoq bu yoq deydi. Ular shu bola bilan o'rtasida tushunmovchilik bo'lib ketgan va bu yerda boshqa shaxslarning aralashuviga men prosta aytishim mumkin, bu yerda hamma o'zini ko'tini yopyapti. Da? To'g'ri ishchilar o'zini ko'tini yopyapti. Bu yerda hammaning o'z ishi bor, vazifasi bor. Men ko'pchilik gaplashganman, suhbatlashganman, aytadi-da, Koreyaga borsang o'zlab ketib bolalar bor deydi, o'shasan ishlab beradi deydi. O'sha hisob bersan birinchi oyligingni 50% deydi, bir polni hammasini berasan deydi.
o'sha sani o'rningga yugur qilib deydi, hujjatbozlik qilib beradi, hujjat to'g'irlab beradi va sen o'sha ishlaysan deydi. Va o'sha odamlar ular oldiga kelar ekanda, ular pul so'rar ekanda. Menga der ekan, buncha yuan ber, menga buncha pul ber, menga buncha pul ber, menga buncha dollar ber der ekanda. Bermasa, men seni ishdan bo'shatib yuboraman. Sen bu yerdan chiqib ketasan, Koreyada ishlay olmaysan. Masalan, uningda masalan bunday qoraman do'q bo'lsa qilar ekanlar. Tushunyapsizmi? Bu yerda vaziyat nima bo'lyapti? Vaziyat bu yerda boshqa Johir aytganidek, uyushgan guruh. Bular o'sha yerda borib, joylashib, o'tirib, o'z yo'llarini topib olgan. Ishlamasdan shu Toshkentdan, O'zbekistondan qayerdan kim kelayotgan bo'lsa, shularga ish topib berib, ishlatib, men senga ish topib berdim, sen menga долженsan degan ma'noda ularni prosta do'lay qo'yib qo'yadi. Ular yotib turadi, uxlaydi, qarabsizki, haligi nega bu ishlayotgan shaxslardan ularni kosasiga pul kap qilib turadi. Shu gap. Johir to'g'ri yo'ldasiz. Gazini bosing, shaxsan men va O'zbekiston xalqi siz tomonda. Omad ishinglarga. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.